Assalomu alaykum hurmatli mutaxassislar. Navbatdagi mavzuyimiz asosida suyuq beton polimerli qovushqoq modda bo'lgan sovuq asfaltobetonning tavsiya etiladigan ko'rsatkichlarini aniqlash haqida bo'ladi. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Asosida suyuq beton polimerli qovushqoq modda bo'lgan sovuq asfaltobetonning tavsiya etiladigan ko'rsatkichlarini aniqlash. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton. Keyingisi asfaltobetonli qoplamalardagi o'nqir-cho'nqirlarni tarkibida polimer bo'lgan sovuq asfaltobetonli qorishmalar bilan bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan ishlar va mineralli materiallar. Keyingisi quyma oltin gugurtli asfaltobeton tarkibini tanlab olish. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasini tayyorlash texnologiyasi va uni yotqizishning o'ziga xos xususiyatlari. Va oxirgisi tarkibida SPB bo'lgan nam organomineralli qorishmalarning tavsiya etiladigan ko'rsatkichlari 6-jadvalda keltirilgan. Asosida suyuq beton polimerli qovushqoq modda bo'lgan sovuq asfaltobetonning tavsiya etiladigan ko'rsatkichlarini aniqlash. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, turli rusumlardagi sovuq aralashmalardan olinadigan va suyuq polimer beton qo'shiladigan asfaltobetonning fizik-mexanik xususiyatlari 4-jadvaldagi talablarga javob berishi lozim. Quyidagi 4-jadvalni ko'rishingiz mumkin. Tarkibida polimer bo'lgan sovuq asfaltobetonning suv bilan to'yinishi hajmi bo'yicha 5% dan 9% gacha bo'lishi kerak. Sovuq qorishmalardan olinadigan asfaltobeton mineral qismining kovakligi foiz hisobida quyidagi turlar uchun BX18, VX20, GX va DX21 dan oshmasligi lozim. Tarkibida polimer bo'lgan sovuq asfaltobetonli qorishmalarning qapishib ketishlik ko'rsatkichi GOST 12801-98 dagi zarbalar soni bilan xarakterlanadi va undan oshmasligi lozim. Sovuq asfaltobetonli qorishmalar qovushqoq moddaning mineral qismining sirti bilan bog'lanishiga nisbatan o'tkaziladigan sinovlardan o'tishi kerak. Tarkibida modifikatsiyalangan oltin gugurt bo'lgan quyma oltin gugurtli asfaltobetonli qorishmalar 1, 2, 3 tiplari kabi asfaltobetonli qoplamalarni ta'mirlash uchun kerakli material hisoblanadi. Chunki ularning qo'llanilishi ta'mirlash sifatini sezilarli darajada yaxshilashga va ta'mirlab bo'lingan qoplamalarning yuqori va past haroratda ekspluatatsiya muddatini oshirishga xizmat qiladi. Tarkibida modifikatsiyalangan oltin gugurt bo'lgan quyma oltin gugurtli asfaltobetonli qorishmalar asfaltobetonli qoplamalarni ta'mirlash uchun kerakli material hisoblanadi. Chunki ularning qo'llanilishi ta'mirlash sifatini sezilarli darajada yaxshilashga va ta'mirlab bo'lingan qoplamalarning yuqori va past haroratda ekspluatatsiya muddatini oshirishga xizmat qiladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalarining eng istiqbolli turi bo'lib, ular so'nggi paytlarda eng ko'p tarqalgan bo'lib, bu holat ularning arzonligi, siljishga chidamliligi, shuningdek, ular ishlatilgan qoplamalarning g'adir-budirligi va yoriqlarga chidamliligi quyma plastik qorishmalarga nisbatan yanada yuqoriroq bo'lganligi bilan izohlanadi. Betonga modifikatsiyalangan oltin gugurtli betonni qo'shish orqali quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalari tayyorlanadi va bu qorishmalardan avtomobil yo'llari qoplamalarini qurish va ta'mirlash ishlarida keng qo'llaniladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobetonni havo harorati -5 gradusdan kam bo'lmagan taqdirda yo'llardagi chuqurlarni bartaraf etishda ishlatish tavsiya etiladi. Havoning harorati -5 gradusdan kamroq bo'lgan sharoitda yo'l ta'mirlash ishlarini olib borganda an'anaviy qorishmalarga nisbatan yanada pastroq haroratda ishlab chiqariladigan va asosida modifikatsiyalangan oltin gugurtli beton bo'lgan quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalarining qulay yoyiluvchanlik ko'rsatkichi pasayadi. Bu esa qoplamaning fizik-mexanik xossalariga salbiy ta'sir etishi mumkin. Asfaltobetonli qoplamalardagi o'nqir-cho'nqirlarni tarkibida polimer bo'lgan sovuq asfaltobetonli qorishmalar bilan bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan ishlar va mineralli materiallar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asfaltobetonli qoplamalardagi o'nqir-cho'nqirlarni tarkibida polimer bo'lgan sovuq asfaltobetonli qorishmalar bilan
ta'mirlash bo'yicha olib boriladigan ishlarni erta bahor, qishda, kech kuzda havo harorati -10 gradusdan kam bo'lmagan taqdirda amalga oshirilishi mumkin. Asfaltobetonli qoplamalarning o'yilgan joylarida sovuq frezerlash usuli bilan yoki atboyka bolg'asi yordamida vertikal devorlari bo'lgan kartalar o'rnatiladi. Ta'mirlanayotgan yuza iflos, changdan siqilgan havo yordamida tozalanadi. Havo harorati va qoplamaning namligiga qarab turib bog'lovchi qatlamni joylashtirish tavsiya etiladi. Havo harorati 0 dan +10 gradusgacha bo'lganda quruq qoplama ishlatilganida bog'lovchi qatlamni suyuq polimer betonli qovushqoq moddani 100-200 grammetr nisbatda qo'llab yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda suyuq polimer betonning harorati 70-80 gradus atrofida bo'lishi lozim. Havo harorati 0-10 gradus bo'lganida bog'lovchi qatlamdan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Ta'mirlanayotgan yuza sovuq aralashmalarini quyish zichlanadigan joy qoldirish kerakligini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ta'mirlanayotgan yuza chegarasi bo'ylab mavjud bo'lgan qoplamaga tegib ketmasligi uchun aralashma quyib chiqiladi. Katta yuzani ta'mirlash vaqtida zichlash ishlari o'zi yurar shibbalagichlar yordamida amalga oshiriladi. Shibbalash yengil shibbalagichlar yordamida, zichlash esa og'ir shibbalagichlar yordamida amalga oshiriladi. O'tib borishlar soni tajriba yo'li bilan ish boshlashdan oldin aniqlanadi. Laboratoriya sharoitida zichlangan namunaning hajmiy massasi va og'ir shibbalagich turli miqdorda ustidan o'tgandan keyin kartadan olingan kernlar namunalarining hajmiy massasi aniqlanadi. Karta sirtidan olingan namunalarning hajmiy massasi bilan og'ir shibbalagichlarning o'tib borishlar soni o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanadi. Ta'mirlanayotgan yuza sirtidan olingan namunaning maksimal hajmiy massasi zichlash paytida og'ir shibbalagichning optimal o'tib borishlar soniga mos keladi. Kichik maydondagi o'nqir-cho'nqirlarni ta'mirlashda zichlash uchun tebranma plitalar, trambovkalar, 2 juvali qo'l shibbalagichlari qo'llaniladi. Zichlash ishlarining davomiyligi 4x4 ga keltirib o'tilgan tajriba yo'li orqali aniqlanadi. Tarkibida modifikatsiyalangan oltin gugurt yoki polimer bo'lgan sovuq va issiq beton mineralli aralashmalarni tayyorlash uchun tegishli kattalikka ega bo'lgan va GOST 826793 ga javob beradigan tog' jinslardan olinadigan chaqiqtoshni ishlatish lozim. Zarralarining o'lchamiga ko'ra chaqiqtosh birinchi guruhga kirishi kerak. Plastinkali va ninasimon shakldagi zarralarning mavjudligi massasi bo'yicha 15% dan oshmasligi lozim. Maydalanish bo'yicha chaqiqtosh rusumi quyidagicha bo'lishi kerak. Otqindi va metamorfiktor jinslaridan olingan chaqiqtosh uchun kamida 1000, cho'kindi tog' jinslari uchun kamida 800. Sovuqqa chidamlilik bo'yicha chaqiqtosh rusumi F50 dan kam bo'lmasligi lozim. Ishqalanib yemirilish bo'yicha chaqiqtosh rusumi E1 ga mos kelishi kerak. Qorishmalarni tayyorlash uchun GOST 8736-2014 bo'yicha tog' jinslarining maydalanishidan olingan elangan qum yoki maydalangan qumdan foydalanish lozim. Bunda dastlabki jinsning mustahkamlik bo'yicha rusumi 1000 dan kam bo'lmasligi, loyqali qismlarning tarkibi massa bo'yicha 0,5% dan oshmasligi lozim. O'lchami 0,114 mm dan kam bo'lgan zarralarning soni normaga kirmaydi. Qorishma tarkibidagi Slanetsli mineral kukuni GOST 15557-2005 talablariga javob berishi kerak. Olingan sovuq beton mineralli materiallar va asbobga qo'shilgan polimer asfaltobeton ushbu metodika tavsiyalarining talablariga javob bergan taqdirda qorishmalar tarkibini tanlab olish natijalari ijobiy natija bersa, mineral kukun sifatida Slanetsli mineral kukunni, qum sifatida esa dastlabki jinsning mustahkamlik bo'yicha rusumi 600 dan kam bo'lmagan karbonatli jinslarning maydalanishidan hosil bo'lgan elangan qumni ishlatishga yo'l qo'yiladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton tarkibini tanlab olish. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasini tayyorlash texnologiyasi va uni yotqizishning o'ziga xos xususiyatlari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak,
Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalarini tayyorlash uchun modifikatsiyalangan oltin gugurtdan foydalaniladi. Modifikatsiyalangan oltin gugurtning miqdori ta'mirlash ishlari olib borilayotgan hududning iqlim sharoitlariga bog'liq ravishda tanlab olinadi. Shimoliy 20% gacha, janubiy hududlarda esa 40% gacha ishlatish tavsiya etiladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobetonli qoplamaning tarkibini tanlash 3 bosqichda olib boriladi. Mineral materiallar va modifikatsiyalangan oltin gugurtli bitumning sifati o'rganiladi va ularning xususiyatlarining o'rnatilgan talablarga mosligi tekshiriladi. Mineral materiallarning chaqiqtosh, qum, mineral kukun nisbati belgilanadi. Bunda mineral qism optimal zichlikka ega bo'ladi. Asfaltobetonga minimal g'ovaklikni ta'minlaydigan modifikatsiyalangan oltin gugurtning massali ulushi, ya'ni bog'lovchi hajmiga nisbatan 40% dan oshmagan holda fizik-mexanik xususiyatlarining eng yaxshi ko'rsatkichlari aniqlanadi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmaning mineral qismini yoki uzluksiz granulometriya tamoyili asosida yoki karkasli uzilishli granulometriya tamoyili asosida tanlab olinadi. Buning uchun chaqiqtosh shunday miqdorda olinishi kerakki, uning zarralari qattiq fazoviy tizim hosil qilishi kerak bo'ladi. Birinchi, ikkinchi tipli quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasi tarkibida o'lchami 5-20 mm bo'lgan chaqilgan toshning massa bo'yicha ulushini 40-55% miqdorida bo'lishi shart. Qumning mineral kukunga nisbatan qorishmaning maksimal zichligidan kelib chiqib tayinlanadi. Qum va mineral kukunning umumiy miqdori zarralarni surmasdan turib chaqiqtoshli karkasning barcha bo'shliqlarini to'ldirish lozimligini hisobga olgan holda tanlanadi. Qorishmaning tarkibi tanlab olinayotgan qum va mineral kukunning nisbatini taxminan 1:3 va 1:2 lar atrofida olish tavsiya etiladi. Tanlab olingan mineral qismga modifikatsiyalangan oltin gugurtli bog'lovchini miqdorini quyidagicha qo'shgan holda quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasi tayyorlanadi. Birinchi tip uchun modifikatsiyalangan oltin gugurtli bog'lovchi miqdori 7,5-9%. Ikkinchi tip uchun modifikatsiyalangan oltin gugurtli bog'lovchi miqdori 8,5-9,5%. Uchinchi tip uchun modifikatsiyalangan oltin gugurtli bog'lovchi miqdori 9,5-15%. Har bir tip uchun optimal bog'lovchi miqdorini aniqlash uchun tayyorlanadigan namunalardagi bog'lovchi ulushi yuqorida keltirib o'tilgan qiymat oralig'ida 1,1% da oshirib boriladi va namunalarning xossalari aniqlanib analiz qilinadi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalarini tayyorlash, yotqizich, zichlash bo'yicha ishlar instruksiya по ремонту дорожных покрытий с применением ледового асфальтобетона ga mos kelgan holda olib boriladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalarini ixtiyoriy asfaltobeton zavodlarida amalga oshiriladi. Asfaltobeton zavodlarida quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalarini tayyorlash vaqtidagi harorat 170 gradusdan oshmasligi tavsiya etiladi. Qorishma tayyorlash ushbu haroratdan oshirilsa, bog'lovchining xususiyatlarining sifati pasayadi. Qorishmani yotqizish harorati esa bog'lovchi tarkibidagi modifikatsiyalangan oltin gugurt miqdori 40% gacha bo'lganda 150 gradusdan, 30% gacha bo'lganda 140 gradusdan kam bo'lmasligi tavsiya etiladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasi tarkibidagi mineral materiallarning aralashtirish vaqti asfalt qorishtiruvchi qurilmaning ishchi parametrlariga bog'liq bo'ladi. An'anaviy asfaltobetonli qorishmalarni qorishtirish vaqtiga nisbatan materiallarni qorishtirish vaqtini 10% ga oshirish talab etiladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasini qo'llagan holda avtomobil yo'llarini ta'mirlash ishlarini olib borish dastlabki tayyorlov ishlaridan boshlanadi va uning tarkibiga quyidagi ishlar kiradi. Sovuq frezalash usuli yordamida asfaltobeton qoplamaning shikastlangan qismini ajratib olish. Maxsus moslamalar yoki отбойка bolg'asi bilan frezerli barabanning qirish va chiqish qismi shunday kesilishi kerakki, natijada kesilish chizig'i to'g'ri bo'lishi kerak. Frezalangan sirtini iflos va changdan siqilgan havo yordamida tozalash. Frezalangan sirtga bitum emulsiyasini sepish. Frezalangan sirtga quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasi yotqiziladi.
Qoplama yuzasi maxsus tekislovchi uskuna shvabra yordamida tekislanadi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasini transportda tashish qorishtirgich va qizdirgich bilan jihozlangan ko'xirlarda o'zi yurar transportlarda amalga oshiriladi. Transportda tashish paytida 165 gradusdan kam bo'lmagan haroratda uzluksiz qorishtirib turishni ta'minlash lozim bo'ladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasini termosli bug' qozonida ishchi haroratida saqlashning muddati 2 soatdan oshmasligi lozim. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasini faqatgina quyma asfaltobeton qorishmani yotqizish uchun o'zi yurar asfalt ukladchiklar ishlatilganda va transportda tashish vaqti 30 daqiqadan oshmagan taqdirda isitgichi bor kuzov bilan jihozlangan ag'darma yuk mashinalarida amalga oshirishga ruxsat etiladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishma qurilish obyektiga yetkazilganda avtomobil yo'llarini ta'mirlashda qoplamalarni yotqizish uchun maxsus o'zi yurar quyma asfalt ukladchik yordamida amalga oshiriladi va ular yordamida aralashma oldindan belgilangan qalinlikda yotqiziladi. Kichik ta'mirlash ishlari olib borilganda quyma qorishma bevosita oldindan tayyorlab qo'yilgan yuza ichiga qo'yiladi. Ta'mirlash materialining mavjud qoplamaga moslanib olinishini oshirish uchun sirtlarning bir-biriga tegib turish joylarida ta'mirlash kartasiga birikadigan qoplama sirti issiq quyma aralashma bilan qizdirib olinadi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qoplamalarini yotqizishda yangi texnologiyadan foydalanishimizda umuman katok ishlatilmaydi. Kichik o'yiqlarni ta'mirlashda ham katokdan foydalanmaslik tavsiya etiladi. Faqat qorishma belgilangan haroratda yetkaziladi hamda ta'mirlash texnologiyasi to'g'ri amalga oshirilishi shart. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qoplamalar tekisligi va g'adir-budurligi, g'ildirak izining botish chuqurligi, issiq asfaltobetonli qorishmalardan tayyorlangan qoplamalarga nisbatan qo'yiladigan talablarga javob berish lozim. Qolgan holatlarda quyma oltin gugurtli asfaltobeton tarkibi tanlab olayotganda quyidagi qoidalarga amal qilinishi kerak. GOST 54-2020 quyma asfaltobetonli qorishmalar va quyma asfaltobeton. TO 5718-001 quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalar va quyma oltin gugurtli asfaltobeton. TO 5718-002 quyma asfaltobeton qorishmalar va quyma asfaltobeton. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmasining tavsiya etiladigan ko'rsatkichlari. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmalar ushbu me'yoriy hujjatning punktlaridagi talablarga mos kelgan holda tanlab olinsa, namunalarning hosillari quyidagi 5-jadval talablariga javob berishi shart. Quyma oltin gugurtli asfaltobetonning fizik-mexanik xususiyatlari quyidagi 5-jadvalda keltirib o'tilgan. Tarkibida SPB bo'lgan nam organomineralli qorishmalarni tayyorlash uchun ixtiyoriy qattiqlikka ega bo'lgan suvdan foydalaniladi. Oqova, sho'rlangan va minerallangan suvlarning ishlatilishiga yo'l qo'yilmaydi. Tarkibida SPB bo'lgan nam organomineralli qorishmalar tarkibini tanlash quyidagi operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Qorishmani tayyorlash uchun material tanlab olish, aralashma mineral qismining granulometrik tarkibini aniqlash, aralashmadagi suv va SPB miqdorini aniqlash. Tarkibida polimer bo'lgan mayda zarrali nam organomineralli qorishmalarning zarrali tarkibi mos ravishda sovuq asfaltobetonli aralashmalar uchun mos ravishda GOST 91-28-2013 standartidagi VX turiga va qumli qorishmalar uchun GX turiga mos kelishi lozim. SPB va suvning miqdorini qorishmalar tarkibi laboratoriya sharoitida tanlab olish asosida aniqlanadi va keyinchalik namunalarning fizik-mexanik xususiyatlari ham aniqlanadi. Asosiy belgilab beruvchi komponent sifatida SPBning miqdori aralashma fizik-mexanik ko'rsatkichining eng katta qiymatidan kelib chiqqan holda tayinlanadi. Taxminan tanlab olishda uni massa bo'yicha 5-7% atrofida olishadi. Suv miqdori qorishmaning zarur bo'lgan qo'zg'aluvchanlik va qulay yotqizishlikka ega bo'lishini ta'minlaydigan darajada minimal bo'lmog'i lozim. Tarkibni tanlab olayotganda taxminan massa bo'yicha 3-4% olinadi.
Tarkibida SPB bo'lgan nam organomineralli qorishmani tayyorlash, uni saqlash, nam organomineralli qorishmalarni tayyorlash va asfalt qorishtiruvchi qorishmalarda havo harorati 70-90% bo'lgan holatda amalga oshiriladi. Qurituvchi barabandan chiqib ketayotgan paytda mineral materiallarning harorati 110-120 gradus atrofida bo'ladi. Nam organomineralli qorishmalar quyidagicha tayyorlanadi. Qorishtirgichga quritilgan mineral materiallar, qum va chaqiq tosh yuboriladi. Undan keyin esa hisoblab chiqilgan SPB solinadi va hammasi qorishtiriladi. Shundan so'ng sovuq mineralli kukun yuboriladi va yana qorishtiriladi. So'ngra hisoblab chiqilgan suv qo'shiladi va yakuniy qorishtirish amalga oshiriladi. Nam organomineralli qorishmalarning zaruriy bir jinsliligini ta'minlash maqsadida uning komponentlarini asfalt qorishtiruvchi qurilma ichida qorishtirish paytida qorishtirish vaqtini issiq aralashmalarni tayyorlaganga nisbatan 20% ga oshirish lozimdir. Hisoblab chiqilgan suv bilan aralashmani qorishtirish vaqtining taxminiy davomiyligi qorishtirish umumiy vaqtining 10-15% ni tashkil etishi kerak. Suvni yetkazib berish uchun asfalt qorishtiruvchi qurilmani quvur va dozator bilan qayta jihozlash amalga oshiriladi. Bu quvur orqali kran ochiq bo'lgan taqdirda suv o'z-o'zidan qorishtiruvchi bo'limga oqib tushadi. Dozirovka qilishning aniq me'yori qum va chaqiqtosh uchun 3+%, mineral kukun, qovushqoq modda va suv uchun +1%. Tarkibida SPB bo'lgan tayyorlangan nam sovutishga qo'yiladi va qadoqlanadi. Uni saqlash og'irligi 50 kg-gacha bo'lgan polietilen xaltachalarda amalga oshiriladi. Vaqtinchalik variant sifatida 30 kundan oshmagan shart bilan tarkibida SPB bo'lgan nam organomineralli qorishmalarning balandligi 1,5 metr bo'lgan va qoplamasi qattiq bo'lgan oldindan tayyorlab qo'yilgan maydonchalarda g'aramlar ko'rinishida saqlashga ruxsat etiladi. Tarkibida SPB bo'lgan nam organomineralli qorishmalar bilan asfaltobetonli qoplamalardagi chuqurlarni ta'mirlash bo'yicha ishlarni tashkil etish qoidalari. Tarkibida SPB bo'lgan tayyor nam organomineralli qorishmalar avtomobil transporti bilan yotqizish joyiga yetkaziladi. Tarkibida SPB bo'lgan nam organomineralli qorishmalar bilan asfaltobetonli qoplamalardagi chuqurlarni ta'mirlash bo'yicha ishlar bahorgi qishki mavsumda havo harorati 0 dan +20% gacha bo'lgan sharoitda amalga oshiriladi. Tarkibida SPB bo'lgan tayyor nam organomineralli qorishmani oldindan tayyorlangan vertikal devorli kartaga yotqiziladi. Ta'mirlanishi kerak bo'lgan yuzaning tagi va devorlari chang va iflosdan tozalangan bo'lishi kerak. Nam havoda qoplama ustida faqat ho'l bo'lmasligi kerak. Nam organomineralli qorishmalarni qo'llagan holda yo'l ta'mirlash ishlarini olib borishga ruxsat etiladi. Qoplama nam bo'lganda bog'lovchi qatlamdan foydalanish tavsiya etilmaydi. Qoplama quruq va havo harorati 0 bilan +10 gradus orasida bo'lganida 60-80 gradusgacha qizdirilgan va 100-200 km² hisobida olingan SPBli bog'lovchi qatlamni tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Nam organomineralli qorishmalarni ta'mirlash yuzasiga yotqizish zichlash uchun mo'ljallangan materialning zaxirasini hisobga olib amalga oshiriladi. Katta yuzalar bilan ish olib borilganda zichlash silliq juvali shibbalagich yordamida bajariladi. Yengil shibbalagichlar bilan oldindan ishlov berish va og'ir shibbalagich bilan zichlash tavsiya etiladi. Shibbalagichlar bilan borib kelishlar soni tajriba asosida ishlar boshlanishidan oldin aniqlanadi. Og'ir shibbalagich bilan turli miqdorda borib kelishlar amalga oshirilganda laboratoriya sharoitida olingan nam organomineralli qorishmalar namunalarining hajmiy massasi va karta qoplamasidan olingan nam organomineralli qoplamalar kernlari namunalarining hajmiy massasi aniqlanadi. Karta qoplamasidan olingan namunalar hajmiy massasining og'ir shibbalagich bilan borib kelishlar soniga bog'liqligi topiladi.
Karta qoplamasidan olingan namunaning maksimal hajmiy massasi zijlash paytida og'ir shippalagichning borib kelishlar sonining optimal miqdoriga to'g'ri keladi. Kichik maydondagi chuqurlarni bartaraf etishda zijlash uchun tebranma plitalar, trambovkalar, 2 juvali qo'l shippalagichlari qo'llaniladi. Zijlovchi ta'sir qilishlarning davomiyligi 5-5-7 punktda aytib o'tilgan tajriba yo'llari orqali aniqlanadi. Qoplama sirtida aniqlangan nuqsonlar qo'l yordamida, trambovkalar va zarurat tug'ilganda organomineralli qorishmadan qo'shib bartaraf etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.